Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Andijon viloyati Xonobod shahrimizda yana bitta uy sotilyapti. Bu ham Og'iliq mahallada. Og'iliq mahallada hamma ko'chib ketyapti. Men bola kabelni zavodda o'tgan yillarda Og'iliq ko'chaga burilganda o'ng qo'lda birinchi mahalla. Pashti yo'lni bo'yida uy. Mahalla tayyor ham odamlar yashaydi, turar joy. Asfaltlargacha quyilgan. Mana uyimizning ko'rinishi mana uzoqdan kelganda. Bu tupiy mahalla bu yer. Mana kirishi darvoza qo'yiladi. Bir 70% bitgan uy. Mana keling. O'sha ikki etaj uy qilingan. Tepasi mansard uyimizni. O'sha tepasi splashnoy. Endi kimga qanaqa o'zini vkusi bo'yicha bo'lib xonalarni o'zi qilib olsa bo'ladi. Pollari bo'lmagan-da ikkinchi etajda pol qilish kerak, yashash uchun. Yashash uchun pol qilish kerak. Pastida o'zi 5 ta xona, tepani xonaga bo'lsanglar, kami bir 10 ta xona qilsa bo'ladi. Chekada 2 ta xonasi bitgan, tayyor, yashashga tayyor ekan. 8 sotikdan iborat, to'liq qo'rg'on qilib o'ralgan. Orqa tomonida alohida aravlar o'tgan, orqa tomoni alohida qozon, o'choq, hayvon boqqani sharoitlari tayyor. Mana kirishimiz uyda. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana mevalar ham ekib qo'yilgan uyga. Tayyor. O'z basseynga tayyor basseyn qilib qo'ygan. Bitmagan basseynni bitirib olsanglar bo'ladi. Mana chekada ikkita xonasi tayyor, bitgan, yashashga tayyor. Dush, tualet ham yo'q ichida. Hamma sharoitlar bilan. Endi bir 70% bitgan, olib turib o'zingizlar uchun to'liq bitkizib olasizlar, remont qilib. Lekin mahalla zo'r. Pokiza suv hamma yo'q bor. Gaz yo'q, suv bor. Svetdan ham muammo yo'q bu yerlar, to'g'rimi? Bu uyimizning narxi 45 ming kami bor deyishyapti egalari. Egalari nomerini qo'yib qo'yaman. O'zingizlar bemalol telefon qilib, savdolasanglar bo'ladi. O't beradi. O't beradigan xonasi bor, 45 ming kami bor deb qo'yibdi. Albatta, kelishamiz, O'zbekistonga qilamiz.